Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Salomga yopinchig'ingiz bormi? Yo'q. Hech narsa qilmaganmisiz? Yopinchiq qancha ham turardi? Kelin salom shart emas ekan-a. Voy, bu nima deganingiz? Uydagilarning hurmati yo'qmi? Nima hayron bo'lasiz? Kelin salom qilmagan kelin bor ekanmi? Men bunaqa narsalarni istamagandim. Ha deb sizni isteklaringiz bo'laveradimi? Bu uydagilar ham odam. Ularning ham hurmati bor. Yangi kelin kelgan joyda salom qiladi. Nimaga? Bu o'sha uydagilarga ko'rsatgan hurmati. Yuring, sekin chiqaring, men o'zim sharflarimdan olaman. Oling ikkinchi patnisni. Popkani olarsan balki. Olmasam-chi? Keyin mendan bekorga xafa bo'lmagan deyman-da. Qani ko'raylik-chi? O'zing bilasan. Voy voy. Bu nima qilgani ahmoq? Seni ogohlantirdim. Hali shunaqami? Voy. Qiz bolaga qo'l ko'tarmoqchimisan? Popkamni qanaqa otgan bo'lsang, xuddi shunaqa olib chiqasan. Qiz bolaga teng bo'lasanmi? Kerak bo'lsa o'zing olib chiq. Sen bilan keyin boshqachasiga gaplashamiz. Boplading Munis? Yangi kelgan o'quvchi unaqa qilmasliging kerak edi. Sinfda o'rnini bilib yuradi. Bo'pti, Salim yaxshi borib kel. Xo'p, amma. Tinchlikmi? Ertalabdan kimga qilyapsan? Opamga. Voy, Salim, qizuvmisan? Bugunni kechgacha bezovta qilmagin. Nimaga? Opamdan xavotir olyapman. Xavotir olsang ham, opang endi har qalay yangi kelin. Uydagilar birinchi kundan telefonda gaplashishini yoqtiradimi, yo'qmi? Qo'ygin. Amma SMS yozsam bo'lar. Ha, mayli, yoz. Xo'p. Bo'pti, amma, men ketdim. Bo'pti, mayli. Aytganchammi, men kechroq qaytaman. Nimaga? Ishga o'taman, ishim kech tugaydi o'zi. Keyin akamni ko'rgani boraman. Menimcha yarim tunda kelsam kerak. Pochami jahli chiqmaydimi? Agar jahllar chiqsa, uyga keta qolaman. Yo'q, pochang jahli chiqmaydi. Shu uyga kelavergin, uyga boraman dema. Baribir yosh qizsan. Qo'shnilaring tunda yurishing boshqacha tushunishi mumkin. Harakat qilaman, lekin baribir kelguncha 9-10 bo'lib ketadi shekilli. Ertaroq kelsang yaxshi bo'lardi. Ko'chamiz boshida ichib olgan, chakib olgan bezorilar o'tiradi. Shulardan qo'rqaman, xo'p? Xo'p, amma. Bo'pti, xayr.
Keling, Ruxshonaxon, keling. Kelavering. Endi milliy urf-odatlarimizni qilmasak bo'lmaydi. Ruxshonaxon salom qilishni niyat qilgan ekanlar. Bo'lmasam boshladik. Uyimizni rahbari, oilamizni sarvari, qaynotasiga Voy, uzr. Adashib ketibman. Qaynotasi emas-u. Boshqadan aytamiz. Uyimizni rahbari, oilamizni sarvari, kuyov to'raga salom. Salom, salom, kelin salom, yana salom. Dildor. Dildor. Voy, ulug'im, shoshilmang. Endi sizga navbat. Ko'rinishi naqd to'ra. Cho'ntagi puliga to'la. Qaynog'asiga voy. Kim bo'lardi? Mayli, ulug'im bo'la qolsin. Dildor bo'ldi qil. Kerakmi shu? Odatimizdek, ulug'im. Qani, ulug'imga bir salom. Salom, salom, kelin salom. Ulug'imga bir salom. Ko'p yashang deb turinglar. Voy tavba. Yigitlarni sardori, sara qizlar xaridori. Temurbekka bir salom. Rahmat. Salom, salom, kelin salom. Temurbekka bir salom. Yoshlar baxtli bo'lsin. Oshga solgan ilikdek, qoshi ko'zi pilikdek. Sabinaxonga bir salom. Menga salom berishi shart emas. Ruxshonaxon, ana kelin salomni ham qilib bo'ldik. Rahmat. Oyjonni joylariga borib o'tirsangiz bo'ladi. Dadajon doim ko'zim ko'rib tursin deb Oyjonni ro'paralarga o'tkazardilar. Endi bu yoq sizni joyingiz. O'tiring. Bugun sulidan kasha qilgandim. Hozir solib kelaman. Dadajon, kashingiz. Oling. Ruxshonaxon, choydan iching. Rahmat. Bu boshlanishi. Tomosha endi boshlanadi. Ushbu tenglamani yechishga Soliyevani taklif qilamiz, marhamat.
Barakalla. Joyingga o'tirishing mumkin. Yozib olinglar. Alo. Assalomu alaykum. Jamshid sizmisiz? Ha, manman. Uzr, tanimadim. Kim bu? Man Shirinni dadasiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi siz bilan muhim bir masalada gaplashib olishimiz kerak. Muhim masalada? Ha, Xo'p, mayli. Telegramdan lokatsiya tashiyman. O'sha yoqqa keling. Xo'p bo'ladi. Kutaman. Kashiziyam yiyin, kelin bola. Voy, Ruxshonaxon. Kuch bo'ladi-de, ye qoling. Xo'p, rahmat. Sabish, televizorni qo'ymadingmi? Sen bu joningni ko'rsatuvini ko'rishni yaxshi ko'rarding-ku? Qani ko'raylik-chi. Oyjon bugun kim bilan suhbat qildi ekanlar? Oyjon chiqmabdilarmi? Sizlar bilan erta tongda baralla mana shunday ko'tarinki ovozda salomlashib turganimizdan juda ham baxtiyorlar qatoridamiz. Sevimli telekanallarsiz sevimli kun ko'rsatuvi xonadoningiz mehmoni va biz ko'tarinki kayfiyat ulashishni boshladik. Assalomu alaykum jannat makon diyorimiz. Yangi tongda mana shunday yaxshi kayfiyatda. Mana shu o'zbekda yuqori harorat bilan xasta bo'lguncha bor shoningiz bilan Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Menga dadingiz telefon qildilar, gaplashib olaylik deb. Sizning xabaringiz yo'qmi? Nega uchrashmoqchilar? Uchrashmoqchilarmi? Ha, lokatsiya tashladilar. O'sha yerga keling dedilar. Bilmadim Jamshid aka. Mendan telefoningizni so'radilar. Boshqa hech narsa demadilar. Tinchlikmi ekan ishqilib? Bilmasam, tinchlik bo'lsin de. Bo'pti. Men darsga kech qolman, bobo. Duo qiling. Ilohi omin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Kuninglar barakatli bo'lsin. Kasal bo'lmasdan yuringlar. Allohu akbar. Allohu akbar. Men ham darsga ketdim. Men ham ishga ketdim bo'lmasam. Sabina, seni o'zim tashab qo'yaman. Xo'p. Mayli.
Yaxshi o'tiringlar. Abror aka. Shifoxonadan Akmal qo'ng'iroq qilgan ekan. Qaytib qilsam ko'tarmadi. Shunga Latif ko'rgani borib kelsam, maylimi demoqchi edim. Mayli, borib keling. Men mashg'ulotga ketdim. Shoshmang. Oshxonani kim yig'ishtiradi? Yig'ishtirib ketarsiz. Men yarim soatdan keyin pedikurga yozilganman. Ulgurmayman-da. Xo'p. Yig'ishtiraman. Buguncha mayli, nonushtani men tayyorladim. Lekin endi bilib qo'ying. Biz uyda qat'iy qoidalar bor. Nonushta ertalab soat 7 da tayyor bo'lish kerak. Esingizdan chiqmasin, xo'p? Xo'p. Kechki ovqat 18:30 da tayyor bo'lish kerak. Shu paytda hamma dasturxon atrofida o'tirishi shart. Shunga qarab tayyorgarlik ko'rarsiz. Xo'p. Hey, bekordan bekorga o'zingni qiynayapsan. Men yerimni sinash uchun zo'r narsa o'yladim. Zilol, men senga boshqa yordam bera olmayman. Nimaga? Bu nima degani? Nimaga yordam bera olmaysan? Chunki biz bekorga vaqt ketkazyapmiz, Zilol. Sen asossiz shubhalarga berilyapsan. Noo'rin ish qilyapsan. Tushunyapsanmi shuni? Nimaga noo'rin bo'lar ekan? Erim tinmasdan menga yolg'on gapiryapti. Xo'sh, nimaga yolg'on gapiryapti deb o'ylaysan? Qanaqadir sababi bordirki, yolg'on gapiryapti. Men o'rnimga o'zing qo'yib ko'r. Axir o'zing o'ylab ko'r. Har qanday normalniy erkak biror ayol bilan ish bo'yicha ko'rishsa ham, oilasining tinchligi uchun xotiniga hech narsa gapirmaydi. Bo'ldi, buni oddiy qabul qil. Restoranda ham hamma gaplarini o'zing eshitding. O'sha yerda ham seni o'yladi. Menga ortiqcha gap gapirmadi. Birorta noo'rin harakat ham qilmadi. Shubhalanadigan hech nima bo'lmadi. Senga yana nima kerak, ha? Sen esingni yig'ib ol, Zilol. Yaxshi, xotirjam, boshqalar havas qiladigan oilangni shunaqa shubha-gumonlaring bilan buzib qo'yishing mumkin. Qo'y, bunaqa qilayotganlaring senga zararga ishlamasin. Bu o'yinni to'xtatamiz. Lekin sen, Zilol, ishon, ering senga vafodor. Bo'ldi. Oilasiga xiyonat qiladigan erkak emas u. Sen shunchaki xom xayollarga berilib, eringdan bekorga shubhalanib yuribsan. Mani erim sanikini yarimchalik bo'lganda edi, boshimda ko'tarib yurardim. balki sen haqdirsan. Rostdan ham asosli bir sabab ko'rmadim. Erimga shubhalanishdan rostdan ham xom xayollarga berilayotgandirman. Ha. Mayli. Bo'pti, dada, men ketdim. Yaxshi borib kelgan. Qayerda qoldi mashinani kaliti? Ha. Bu yoqda ekan u. Ulug'bek. Labey, dada. Oyingdan hol so'radingmi? Yaxshimikin? Kecha yonlariga o'tmoqchi edim. Go'zal ketgan ekan, shunga bormadim. Bugun gaplashaman. Gaplash. Xo'p, hozir gaplashaman. Iloji bo'lsa, yoniga o't. Xo'p. Keyin menga yetarsan. Xo'p, etaman. Mayli. Ketdim, dada.
Alo, Faridaxon, tuzukmisiz? Ishxonada ko'rinmadingiz. Men ishxonaga yugurib kelsam, Faridaxon yo'qla bugun chiqmaysizlar deyishdi. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Sal mazam yo'g'roqdi. Iye, nima bo'ldi? Shunga Yana qon bosimingiz chiqdimi? yo'q. Shunchaki holsizman. O'tib ketadi. Bo'lmasa kiyinib turing, sizni biron joyga olib boraman. Yo'q, rahmat. Shart emas. Hozir hech narsa yoqmayapti. Voy, unaqa demasangiz, shu uyda o'tirsangiz battar bo'lasiz. Mayli, agar gummaga desiz ham olib boraman. Maylimi? Yo'q, rahmat. Ovora bo'lmang. Kiyinib turing. Men oldingizga boryapman. Hozir emas, Davron. Boryapman. Kiyinib turing. 20 daqiqada yoningizda bo'laman. Xo'p. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsga uyga vazifa sizlarga mana shu qolgan tenglamani yechib, takrorlab kelish. Futbolni kecha ko'rdingmi? Zo'r bo'ldi. Xohlasa ovqatlanamiz. Boramiz uyga ketdik. Yar ertagacha. Qornim Eriysanmi? Yursang-chi, o'zim to'layman. Bo'ldi, ketdi. Voy. Voy. Munisaxon, nima bo'ldi? Maktab shunchalik yaxshi ko'rib qoldingmi? Hatto stuldan ajralging kelmayapti. Bobur, bu sani ishingmi? Yaramas. Bu senga kichkinagina dars bo'lsin. Men bilan o'ynash qanaqaligini bilib olding. Endi senga shu stul bilan uygacha borish maslahat berardim. Rosa yarashib turibdi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men VIP kursga ulangandim. Ismim Temur. Bilaman, raqamni saqlab qo'yganman. Laylo Azimovna bilan uchrashishingiz kerak edi. Ha, men ham shu masalada telefon qilayotgandim. Vaqtini o'zim aytaman degandingiz. Bugun uchrasha olasizmi? Vaqtini aytasizmi? Ha, bugun uchrashmoqchiman. Aha, yaxshi. Ularga yetkazaman. Faqat bitta iltimosimiz bor. Suhbat Laylo Azimovnaning sahifasiga qo'yiladi. Yaxshi. Keyinchi. Shunga intervyu bob kiyinib keling. Xo'p. Katta intervyu bo'ladimi? Albatta, bu shu paytgacha Laylo Azimovna qilgan eng katta loyiha. Shunga munosib bo'ladi. Yaxshi. Birpas turib sizga o'zim Telegramdan yuboraman. Aha. Uchrashuv joyi va vaqtini. Xo'p bo'ladi. Yuborsangiz Laylo Azimovnaning vaqtlarini bilib. Holatimi? Assalomu alaykum, Malikaxon. Assalomu alaykum, Abdulla aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Munisa hali chiqmadimi? Dars 15 minut oldin tugagan bo'lishi kerak. Mayli, hozir chiqib qolar. Kechagi mashq uchun rahmat demoqchi edim. Ha. Siz tufayli mashina haydashni ancha o'rganib oldim. Yana qachon vaqtingiz borligini aytsangiz? Abdulla aka.
Menimcha yaqin kunlarda vaqtim bo'lmasa kerak. Bizda sezon boshlandi-ku. Bu yog'iga vaqtim chegaralangan bo'ladi. Hechqisi yo'q, tushunaman. Faqat iltimos, mendan xafa bo'lmang. Yo'q, nima xafa bo'lar ekanman? Sizni tushunaman. Ish birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shunisiga ham rahmat. Menga ancha yordam qildingiz. Tushunganingiz uchun rahmat. Ana. Munis ham chiqdi. Namuncha qolib ketding, Munis? Anaqa darslarimni qilyapgan edim. O'shanga ozgina qolib ketdim. Yaxshi. Ketdik bo'lmasa. Mayli. Unda yaxshi boringlar. Oyi, ketdikmi? Mayli. Xayr. Xayr. Yaxshi qoling. Nega bunaqa yuribsan? Mana buni qarang. Nima bu? Oshna, seni hamma mutaxassislar ko'rib ketdi. Hech qayerida jiddiy kasallik yo'q. Demak, bezovtalikning sababi og'riq emas. Lekin yurak urishing hali ham boshqacha. Hali ham juda bezovtasan. Nima bo'ldi senga? Menga yurak urishing yoqmayapti. Nega tinching yo'q sani? Nima qilay? Aytgancha senga yomg'ir yoqardi-yu, ha? Yomg'ir ovozi balki seni tinchlantirar. Qani, yoqyaptimi? Yo'qdi-a? Balki ustingda suv sepib turarman. Haqiqiy yomg'irni his qilishing uchun. Akmal, yaxshimisiz? Ukam yaxshimi? Nimaga indamaysiz? Nimaga jim turibsiz? Latifga biror nima bo'ldimi? Latif! 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 Asalim, yaxshimisan? Maza qilib nimani eshityapti? Yomg'ir shavarani. Jonim mani, unga yoqyapti. Latifda o'zgarishlar katta. Kecha sizni so'radi. Nimagadir opam to'xtating deb bezovta bo'ldi. Opammi to'xtating dedi? Nega unaqa deganini tushunmadim. Lekin o'shandan buyon yurak urishi boshqacha. Nimaga bezovta bo'lding, ukajon? Keyin sevinchni etishi bo'yicha do'sti kelibdi. O'shandan keyin bezovtaligi yana ham kuchaygan. Lekin hozir yaxshi-ku. Ha, u biz o'ylagandan ko'ra tezroq tuzalyapti. Kim qildi buni?
Bitta sinfdosh bola. Nega buni Abdulla aka yonimizda ekanligida aytmading? Shu arzimagan ishga Abdullaga aralashtiramizmi? Buni o'zim hal qilaman, oyi. O'zingcha nimani hal qilasan, qizim? Bu ishimni qanchaga olganimni bilasanmi? Qanaqa betarbiya bola bo'lishi mumkin? Qanaqa ota-ona tarbiya qilgan uni? Oyi, men u bola bilan gaplashib bo'ldim. Boshqa unaqa qilmaydi. Xavotir olmang. Men ertaga bu masalani ko'taraman. Bo'pti, yur. Safarov. Oh. Labi ustoz eshitaman. Sekin darvozadan chiqib ketaver. Yo'ldan akani do'konni yonida ko'rishamiz. Uyga birga qaytamiz. Xo'p bo'ladi ustoz. Aytganingizdek qilaman. Oyi, kayfon. Og'jon kayfon bo'ladi. Allo. Allo, Laylo. VIP tarifga ulangan erkak qo'ng'iroq qildi. Bugun uchrashamiz. Vaqtini va manzilini Telegramdan tashiyman deb telefonni qo'yib qo'ydi. G'alati odamga o'xshaydi. Telefonni qo'yib qo'ydi? Ha? Mani vaqtimni so'ramas ekanmi? Shunga hayronman. O'shanga aytyapman-da. Gapimni ham oxirigacha eshitmasdan qo'yib qo'ydi. Nima qilay? Unga telefon qilib aytaymi? Ayo, mayli, indamay qo'yaver. Aha. Qani aytsinchi, qatga chaqirar ekan. Aha. Katta intervyu bo'ladimi deb so'radi. Menimcha tayyorlanib kelsa kerak. Bo'pti, men ham tayyorlanishim kerak. Mayli. Jonli efir qilaman. Bo'pti. Bo'pti. Akmal, tez tuzalyapti deysiz. Lekin menga indamayapti-ku. O'zi shunaqa bo'ladi. Avval aytganman-ku. Ular bahor havosiga o'xshaydi. Bir yaxshi, bir rasvo. Lekin kayfiyat yomonmas, Latifa. Yomg'ir ovozini eshitib maza qilyapti. Bu uchun sizga katta rahmat, Akmal. Tinimsiz Latif bilan shug'ullanyapsiz. Siz qarashni boshlaganingizdan buyon unda har xil o'zgarishlar bo'lyapti. Latifga o'xshagan bemorlarni holati qarovchisiga ham bog'liq. Qarovchi faol bo'lsa, bemor ham faol bo'ladi. Qarovchi to'xtasa, bemor ham o'ziga kelishdan to'xtaydi. Yo'q-e. Akmal, iltimos, lekin siz to'xtatmang. Latifa oyoqqa turg'izib bering. Siz nimaga kayfiyatingiz yo'q? Bugun qanaqadir boshqachasiz. Tinchlikmi ish qilib? Ha, uzuk.
Qizga o'zingni berdingizmi? Uzr, shaxsiy savolim uchun. Yo'q. Egasi boshqani tanladi. Nima? Boshqani tanladi? Sizni tashlab ketdimi? Noinsof ekan. Sizda yigitni bilmasa, ko'zlari ko'r bo'ladi. Alo. Menga qara. O Laylo. Lokatsiyani to'g'ri tashiganmiding? Ha, mijoz yuborgan lokatsiyani senga yubordim. Menga qara, u 15 millionni rostdan to'ladimi? Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Men tushunmadim. Nimani? Nima bo'ldi? Bu lokatsiyada hech qanaqa restoran yo'q? Qanaqasiga restoran yo'q? Nima bor unda? Bu yerda faqat oddiy oshxona turibdi. Oshxona? Qarachi, balki yonidadir. A? Atrofga qarab ko'r yaxshilab. Yo'q, qaradim. Yo'qmi? Hech qanaqa restoran yo'q. O'zing qarachi. O'sha mijoz yuborgan lokatsiyani jo'natdingmi? Voy Laylosh, men ahmoq emasman, o'sha lokatsiyani jo'natdim. Tag'in menga o'rtoqlaring yuborgan lokatsiyani tashlagan bo'lma? Yo'q, hozir yana bitta qarab ko'ring, odamni ham chinni qording. Alo Laylo. Yo'q, xuddi shu lokatsiya ekan. Yaxshilab qarab ko'r, keyin aloqaga chiqarsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum. Oy. Ustimdan kulyapsizmi? O'zingiz-ku bu yoqqa taklif qilgan. O'zimdan kelib o'tirmagandirman. Botqoqdagi Nilufar guldek ajralib turibsiz. Siz bilan Fotiha bo'lgandan beri yuzi kulmayapti uni. Hali bu uzukni ham egasini topasiz. Opa, u sizga bunaqasi ketmaydi. Men bilan uchrashish shart. Menga qara. Uchrashib nima deysan? Tushunarli. Demak, sichqonmush o'ynamoqchisiz. Sizlar endi yoshmasizlar. Darhol bir qarorga kelib, bir-biringizga suyanch bo'linglar dedilar. Oyi, meni kechiring. Siz istagan qiz bo'la olmadim.